payg'ambar ikkalamizni mana siz bilan meni mana shunday qilib xos birodar qilib qo'yib, mana bitta ansorsan, bitta muhojirsan, ikkalang bugundan boshlab ajralmassan, bir tanib bir jondek harakat qilishing kerak, ikkalang urushda ham birga urushasan deb payg'ambar mana shunaqa degan o'sha payt o'shalarga. Bizga ham agar shunaqa moment bo'lsa, men sizga bitta xotinim berib yubora olaman inshaalloh. Tushunyapsizmi? Men bermayman. Olsangiz ham bermayman. Nimaga bilasizmi? Nega men beraman? Yo, nimaga men berib yubora olaman bilasizmi? Nega? Payg'ambarimizda so'zlari bor. Agar o'zingga ravo ko'rgan narsani birodaringga ravo ko'rmaguncha sen mo'min bo'la olmaysan degan gaplari bor. Xo'p, mana bu narsani tushundim. Siz tushunmayotgan narsangiz xotin bu lichni vesh emas. Masalan, sizni kishangizdagi tanga emaski, olib o'tsangiz, xotin u sizni sevadi, siz uni sevasiz. Unga ham qalb bor, unga ham mehr ko'zi bor. U masalan o'rtog'ingizni yomon ko'ra olmaysiz. O'rtog'ingiz ko'rdir. Qaydan bilasiz? O'rtog'ingiz kaldir. Unaqada sizni gapingiz ana oyatni shunday atkazib qo'yaradi. Unda ikkinchi xotin olsangiz ham xuddi shu ma'no kelib chiqadi, Abdu. Nega? Nimaga? Mana bitta qarang. Bitta xotinni muhabbat bilan sevyapsiz, u ham sizni sevyapti. Ikkinchi xotinni olsangiz, ana birinchi xotiningiz aytadi-da, "Qani seni muhabbating, men yolg'onchi ekansan, iflos ekansan" deb ketib yuboradi-da u. Yo'q, nega ketib yuboradi? Nimaga yo'q? Nimaga yo'q? Hozirgi ayollar shunday qilyapti. Tushunyapsizmi? Men o'zimni beryapman, uni bermayapman. U hozir sizni mana bu hadisingizga ko'ra bu ayol qanday desak, bir keraksiz buyum yoki bir fohishadan o'xshabdi. Bir kun u siz ayolni o'sha ikkinchi xotin olganda ham ayolni huquq toptalayapti-yu, bir tiyin bo'layapti huquqi. Hozir to'xtang. 3 oy bor yo'g'i 3 oy yashayapti, boshqa erkakka eshakday berib o'rilyapti. Bu ayolning huquqi emas bu. Yo, endi yana bitta narsa, Abdu, siz bitta narsani tushunmayotgan joyingiz, hamma o'shanaqa 3 oy foydalanib birovga berib yuborayotgan haromxo'rlar haqida gap ketmayapti bu yerda. Mana sahoba qilyapti-yu. U sahoba qildi degan hamma shunaqa qilish kerak, sunnat degani emas-ku bu, Abdu. Biz ergashamiz-ku. Mana biz ergashishligimizga buyurilganmiz. Payg'ambar qilmadi-yu, sahoba-yu. Yo'q, payg'ambar qilmagan bo'lsa ham, sahoba qilgan bo'lsak, mana shuni siz sahoba qildi desangiz, siz ergashishlikka majbursiz. Yo'q. Unaqa sahobaga ergashish majbur degan narsa, unaqa qoida yo'q bunda. Oching bunda. Tavba surasi 100-oyatni oching. Mana buni siz yaxshilik deb bilsangiz, sahoba mana shuni qildi desiz, Alloh Qur'onda aytayaptiki, arabiylar va ansorlarga yaxshilik bilan ergashganlar deyapti. Birinchi peshqadam arabiylar va ansorlarga yaxshilik bilan ergashganlar. Yaxshilik deb bildingiz, tamom ergashasiz. Xo'p, yaxshilik deb bilsa, siz yaxshilik deb bilyapsizmi shuni? Yo'q, men yaxshilik deb bilmayapman, lekin buni bo'ldi, majbur emas-ku. Yo'q, mana siz yaxshilik deb bilmayapsiz, ergashmang bo'ldi, nima muammo? Muammo nimaga desak, endi hammaga o'rnak bo'ladigan o'sha yerda payg'ambarni ko'rgan insonlar bu ishni qilishi mumkin emas. Tushunmadingiz, birgina sahobani bitta qilgan ishi u qilmadi ham hali, shunaqa deb ko'rdi, u bari qabul qilmadi, u voqea bo'lmadi. Nima keragi bor? Bo'lmagan voqeani bitta odamning gapini ushlab olib, ana xuddi bitta podani ichida, bitta qo'yni otardi ichidan kirib, bitta itni quloqidan sudrab chiqqan odamga o'xshab, nima keragi bor? Bitta narsani tortib olib, u sudiraverishdi odamlarga. Akam, masalan, siz bilan men yaqinda tanishdim, dindor, to'g'rimi? Akam bilan men onamni qornidan talashib tushganman. Akam xotinimni ko'ziga yoki xotinimni ala ko'z bilan qarasa menga rashk tuyg'usi, ya'ni rashk paydo bo'ladi. Ya'ni qarama deyman, bu meniki degan tushuncha bo'ladi. Ana endi sahoba kelib o'rtog'iga, bugun tanigan yoki keyin 1 yil tanigan o'rtog'iga aytayaptiki, mana xotinim senga, ana bu yerdagi rashk, erkaklik g'ururi qani? O bu yerda siz yana tushunmayapsiz, qarang. O'sha paytda bu voqea bo'lganda, mana shu imminni mana shu hadis aytilishidan oldin payg'ambar ana birodar nima deydi, sahobalarni bir-biriga birodar qilib tutuntirib qo'yganidan xabaringiz bormi? Birodar tutunadimi, ota o'g'il tutunadimi, odamda erkaklik g'ururi bo'ladi. Aytadi-da, men xotinimni senga qanday qilib beraman demaydimi? O shunday bir kechaga kirgizib yubormayapti-yu, taloq qilib beradi-yu uni.
taloq qilib bersam, bu hozir dandimamen xotini-yu, kissasidagi narsa bo'lsa, masalan, xotini dandimamen. Xotinimni senga Xo'p. beraman deyishlik ahmoqlik bo'lishi kerak. Xo'p, yana qarang, mayli. Bu sizni fikringizda ahmoqlik. Masalan, men o sahoba 100% to'g'ri qilgan demayman. Chunki bu yerda bitta sahobani, masalan, o nima bor-ku, bilasizmi? Bu voqeani ham bilasizku inshaalloh. Mana bu dinda endi nima qilgan payt Madinada nima masjidga kirib bavul qilgan nima bor-ku, Arobiy. Sahoba bavul qiladi, to'xtab turinglar, bavul qilsin. Endi qarang, o'sha ham noto'g'ri ish qilyapti. Endi o'shani ham u yoqdan bu yoqqa sudiravermaymiz-ku. Hammani aqli har xil, sahobani hammasi 100% aqlli bo'lmagan-ku. Tamam, sahobaning aqli bo'lmagan. Demak, mana bu yerda nima deb to'xtalamiz? Mana bu yerdagi sahoba haqiqatan ham shu ishni qilganmi yo'qmi? Yo'q, bu yerda to'xtaladigan joyimiz Abdu bu yerda bahslashadigan narsani o'zi yo'q-da. Subhanalloh, qarang, bu yerda bizni to'xtaladigan narsamiz, xo'p, o'sha sahoba mana shu qarorga keldi. Mana shu to'g'rimi, noto'g'rimi, masalan, o'sha shunaqa bir yaxshi niyatda o'shani amalga oshirmoqchi bo'ldi, lekin o'shani qilishga hech kim majbur emas. U просто dile informatsiya kelyapti. Bu yerda sanoda hadisda. To'g'rimi? Bu informatsiya nima uchun kerak? Просто o'sha sahobani nima deydi? Shunchalik do'stiga, ana payg'ambar birodar qilib qo'ygan og'aynisiga shu darajada og'aynilik, o'zini og'aynisi ekanligini shu darajada bildirmoqchi, izhor qilmoqchiki, hattoki nimaga ega bo'lsa teng yarim unikini bo'lishini xohlayapti Allohning roziligi uchun. Tushunyapsiz? Bu yerda bir yomon bir illat yo'q bu yerda, masalan. Qidirsangiz, qanday u xotinini Elyor aka, hozir bir daqiqa. Iltimos, bir daqiqa. Elyor aka, savolim borda. Ana endi shu holatda aksini tasavvur qilsak qanday bo'ladi? ayolni eriga nisbatanmi? Ha, ayolga eriga nisbatan. Unaqa huquqni bermadi ayollar ustidan sheplikni erkaklarga, erkaklar ustidan sheplikni Alloh bermadi, yo'q, iloji yo'q uni tasavvur qilishdi. Lekin erkaklarga berdi hukmni ayollar ustidan. Yo'q, hukmni berish hukmini bergani yo'q-da, masalan, mol qilinglar degan hukmni bergani yo'q. Nima dedi? Zashsa qilasan, ya'ni himoya qilasan dedi. hozir bitta gapiryapti. Siz hozir provokatsiya uyg'otyapsiz-da, Elyor aka. Bu degani siz hozir dabdurustdan bitta o'rtog'ini chaqirib turib, talaq bo'ldi, ket, xotin. 3 oy din saqlab unga deysiz. Provokatsiya uyg'otyapsiz hozir siz. Bu ish noto'g'ri. Provokatsiya uyg'otayotganim yo'q men. Bu prosta bu bitta hadisni ushlab olib, yo'qdan bu yoqqa surashni hojat yo'q demoqchiman. Siz nimaga shu noto'g'riligini tanimayapsiz? Shu narsa bo'lmagan, noto'g'ri. To'qilgan demayapsiz. Nimaga bu? To'qilgan emas, u qanday tarixda siz to'qilgan devorasiz, bo'lgan voqeani qanday bo'lgan voqea-ku? Bo'lgan voqea qachon bo'lgan? Payg'ambarimiz davrida bo'lgan. Qayerdan bilasiz bu davrda bo'lgan? Bo'lmasa hamma tarix kitoblarini yoqib yubora qolaylik, bitta Qur'on qolsin bo'lmasa. Bitta Yo'q, Qur'on. u admin bo'ldimi? Endi Elyor aka admin qildimi? Shundaymi, to'g'rimi? Bu qabul qiladi. Yo'q, men qaranglarda bitta narsani tushunmayapsiz-da. Men uni yoqlayotganim yo'q, o'sha sahobani qilgan ishini, yo'qmasa shuni dindan deyotganim yo'q, to'g'ri deyotganim yo'q, biroq qilsin ham deyotganim yo'q. Prosta dila informatsiya kelgan hadisni olib, undan hukm chiqarish, uni bir joyga sudirash, o'shandan bir dinni chuqalab yomon ko'rsatish nima keragi bor? Dila informatsiya nima uchun kerak bizga? U informatsiya bizga nima bor? Yana u Alloh qarang, u dila informatsiya nima uchun kelyapti bu yerda? Nima uchun o'sha keltirilyapti dila informatsiya? O'sha joyda o'sha sahobani xuddi aqli noqislik qilib, qazoyi hojat masjidda qilgan, aqli noqislik qilib qilgan noto'g'ri ishini orqasidan qilgan, xuddi bu ham o'shanaqa bir noto'g'ri ish qilayotgan taqdirda ham, lekin bu yerda uni Allohning rasuli buyurib birodar tutuntirgan birodariga Allohning roziligi uchun shu darajada unga hamma narsasini berishga roziki, uning uchun hamma jonini kerak bo'lsa, shu mol dunyosini yarmini berib yuborishga tayyorligini u ko'rsatmoqchi bo'lyapti, lekin noto'g'ri yo'l bilan ko'rsatayotganini tushunmayapti o'zi. Tushunyapsizmi? Tushunib turibmiz, o'sha Alloh yo'lida yarmini berishini tushunib turibmiz. Ha, bo'ldi, nima Payg'ambar berdi? yo xotiningni berasan, molingni ber, xo'p. Nimaga endi yana payg'ambarga olib borib yopishtiryapsiz? Kim sizga payg'ambar aytgan dedi? Hech kim payg'ambar aytgan demayapti bu yerda. Muhammad Yo, u o'zidan o'zi qila olmaydi-ku masalan.
Qanday o'zi? Masalan, hozir siz bilan men o'zimiz gapirib o'tiribmiz, tilimizga o'zimiz xo'jayinmiz-ku, payg'ambar hammaning tilini boylab Tiliga o'zi qo'yolmaydi-ku. xo'jayin bo'lsa, uni gap hadisda kelmasligi kerak-da. Kim u bitta sahoba, bu noto'g'ri qilgan, uni sahih hadis qilib nima ma'noda unda? Qarang, siz hozir noto'g'ri tushunchada ekansizda. Kim aytdi sizga hadis kitoblarda faqat payg'ambarning gapi kelishi kerak degan? Unaqa gap yo'q-ku. Sahobalarning gapi qilib yotdi. Nima keragi yo'q. Kim aytdi menga hadis kerak deb? Yo, sizga kerak demayapman, yana nima bunaqa deysiz? Men sizga hadis kerak demadim-ku. Siz bitta narsani ana hisobga olmayotganingiz kerak narsa bizga. Dilay nima informatsiya beradi bu narsa bizga? sizni tushunishingiz uchun. Qanday nimani tushunaman men unda dinni? Xotinimni berib bu xotin kak bitta bilan itu borib ket naringga deb berib yuboradigan. Yo, agar shunday, agar siz bu provokatsiya bo'ladi. Siz provokatsiya iltimos, noto'g'ri gapirasiz. siz shunday tushunib bo'lsangiz, yo qarang, agar siz shunday tushunayotgan bo'lsangiz, aqlingiz shunga yarasha ekan, bo'ldi, men boshqa gapim yo'q. Men aqlim shunga yarasha. Chunki siz noto'g'ri gapirib turganingizni tan olishingiz kerak bu yerda. Mayli xo'p, axir noto'g'ri gapirayotgan bo'lsalar, mayli xo'p. Endi boshqa temaga o'taylik. Elyor aka, siz qanday tushunasiz? Haj marosimi qanday bo'lishi kerak sizningcha? Haj marosimi payg'ambarimiz qanday qilgan bo'lsa, o'shanday qilishimiz kerak. Men hozir sizga payg'ambaringiz, ya'ni to'qima diningizda payg'ambaringiz qanday qilganini keltirib bersam, siz ham shunday qilasizmi hozirgi haj marosimlarini? Men hozirgi manolar qilayotgandek qilolmayman, chunki bularda hozir buzilgani juda, namoz, haj hammasi ancha-muncha buzilib ketgan. U hadisda shunday degani emas. Ular hozir bularni siz aytayotgan, agar bularni qilayotgan narsasi bo'yicha keltirib beraman desangiz, men uni bular hozir Bilol, bir daqiqa. Axir iltimos, bo'lmay turinglar, ayni kelgan paytda hech kim javob bera olmagan, hadis bo'yna kelmadi. Bular qilayotgan narsalari payg'ambarning aytganini qilmayapti. Ya'ni payg'ambardan yaxshiroq o'rnak sifatida qilmayapti. Masalan, payg'ambar aytadiki, avratini chiqarib, bo'ldi-mi? Avratini chiqarib hajda aylanadi degan hadis bor. Muslimda keladi. Ana endi hozirgi kunimizda biz sizning to'qima dini qani odam? Udarismi o'rdilaringizmi? Axi. Yo, o'zi ketdi. Internet yaxshilamay qoldi. Ayni ketayotgan. Zapisni yoping. Nimani yo'qda? Bilol, sizda bor-ku adminlik. Men tegmadim uni. Zapisni